Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Global Men obunachilari. Bugun men sizlarga hozir kelgan свежий flagman modellarimiz, undan tashqari bugungi tunda trading hisobida olib qolgan smartfonlarni inshaalloh arzon qilamiz. Albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Narxlar sizlarga ma'qul kelsa, bemalol murojaat qilishga ham mumkin. Qanaqa murojaat, qanaqa savollarni pastda yoki tevadagi nomerlarimizga murojaat qilinglar. Har bitta zakas bergan smartfonlarning O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul tezkor bittasi pochta orqali yetkazib beriladi. Oldindan to'lovlar 200 ming, qolgani qo'llaringga borgandan keyin to'lov qilamiz. Hurmatli obunachilar, hozir narx tanishtirilgan narxlarda xudo xolasa biz sizlarga agar oftimga olsalar undan ham arzon qilib beramiz. Yana bitta zo'r bizga yangilik, juda ham ko'pchilikga ma'qul kelyapti. Nasiya savdoga отдельный hozir nomer qoldiraman, shunga murojaat qilinglar. 3 oydan 24 oygacha nasiya savdo asosida ham xarid qilish ham mumkin. Именно o'sha nomerimizga murojaat qilsalaring, plastik bilan karta raqamlaring kerak bo'ladi. Xo'p, men narxlar tanishtirib boshladim. Qo'limda anchadan buyon kelmayotgan, deyarli уже karyera tugab bo'layotgan S25G Snapdragon 865 protsessordan jihozlangan, holatlari zo'r holatda. Endi smartfon chiqqaniga 7 yil o'tgandan keyin holati shunaqa bo'ladi, lekin qirilgan, kaltagan joyi yo'q. Faqat qorasida ozgina g'iloflarda chiqib qoldi. Lekin ekranlarda hech qanaqangi muammosi yo'q. Albatta do'konimizdan kafolat xatlari bilan yetkazib beramiz. Narxi arzonlashtirilgan, super arzon narxlarda xudo xolasa $175 tashkil qiladi. Tanlovda pink hamda serozning grey ranglisini xarid qilish ham mumkin. Eng flagmanlarda eng kontaktlisi hisoblangan S10e smartfoni qarang. Holati shunaqangi tiniq holatda, uning ustiga bu 100% ofitsialni o'tgan. Chunki bu smartfonda bank ilovalaridan hech qanaqangi muammosi bo'lmaydi. Birorta nuqtasi yo'q. Ideal sostaniyadagi bu smartfonimizni arzonlashtirilgan narxda xudo xolasa men sizlarga $135 qilib berishga tayyorman. Qarang, smartfon shunaqangi ixchamki, qo'lingizda ham ushlab maza qilasiz mana. S22 bilan solishtirganda deyarli jicha kichkina ekan. S22 dan ham kontaktli, batareyasi 3100, operatikasi 6, xotirasi esa 128 xotirali. Endi shunaqangi S10e bilan deyarli bir xil kontaktli smartfonlardan biri. S22 ni sizga aynan qaysi ranglisi yoqadi? Bizga zakas bering. Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, 3700 akkumulyator, xo'p 8256 ideal zo'r holatdagi S22 smartfonlar sizlarga muntazir. Narxi hurmatli obunachilar $245 tashkil qiladi. O'zingizga yoqqan rangidan xudo xolasa bemalol zakas berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab aytganimdek bepul yetkazib beramiz. Xo'p, keyingi smartfonlarimiz S23 smartfonlarimiz qarang. Shunaqangi ideal holatdagi bu smartfon ham plus E simlargacha o'tgan. O'zbekistonda hech kim ishlatmagan smartfonlarimiz 8256, 3900 amper, jemshuk hamda serozning qora ranglisi. Narxi hurmatli obunachilar, foydalanib qo'yinglar biz sizlarga buni. $320 eng tiniqlarini. Agar pink ranglardan zarur bo'lsa, pink rangini hurmatli obunachilar $305 neshasalarni yetkazib berishga tayyormiz. 108 megapiksel kamera, Snapdragon 8 Gen 1 protsessor, salafanlari olinmagan, ideal sostaniyadagi S22 ultralarimizdan yana takror kirib kelgan hurmatli obunachilar. Qarang, tevasida, yonida, bu tomonlarda salafanlar, tevadagilari salafanlar turibdi. Uchalasini ham salafani bor ekan tevasida. Narxi hurmatli obunachilar $395 dan. Oq va qora serozli ranglari ham mavjud. Mana oqi ham o'ta tiniq holatda ekan. Birorta nuqtasi yo'q. Qorasini mana tevadagi salafanlar turibdi, faqat orqasiga g'ilofda chiqib qolgan. Bunisi 375, sizga 395. Qaysi o'zingizga narxi ma'qul kelsa zakas bering. Smartfonlarning hammasini birma-bir tekshirib beramiz. Ekranlarda qanaqangi muammosi yo'qligiga albatta do'konimizdan kafolat xatlari bilan yetkazib beriladi. 395 hamda 375 tanlovingizda, tanlovingizga qarab bemalol zakas berasiz. S23F7 bundan oldingi videomizda qo'yganimizda video qo'ygandan keyin 5 minut, uzog'i 10 minutda sotilib ketdi. U dual sim kartali 8 ga 128, $225 ga qo'ygandik. Men sizlarga endi ideal zo'r sostaniyada 8256 Koreya region E simlargacha o'tgan ideal sostaniyadagi hurmatli obunachilar $275 ga taklif qilaman. Buni afzallik jihati xotirasi E simlari ham bor, 100% ofitsialni o'tgan, holati undan ancha tiniq. Bemalol videoda ko'rsalaring, o'zlaring men videoda har doim borini aytaman. Fitness bo'lsa fitnessi, tiniq bo'lsa tiniq deb aytib ketaman. Endi S24 FE smartfonni to'g'risi biz endi birinchi marta koreyskizdan sotyapmiz. Holati yangidek holatdan kirib keldi. Hozirgi kunda ham S24 FE $470 dan kamiga sotilmaydi, yangisi. Men sizlarga ideal sostaniyada simlargacha o'tgan 4700 amper batareya, 8256 serozning qora ranglisini
Atiga 345 dollarga taklif qilaman. Foydalanib qo'yinglar. Yangi desaslanadi. S22 Plus beji smartfonimiz green rangi, 4500 ampere batareyka, 8256, juda ham tiniq holatda ishlatilgan, narxi 285 dollarga. Samsung tarixida birinchi bo'lib 100 ga yaqinlashgan smartfonlardan biri albatta bu S20 Ultra'ni. S20 Ultra hisoblanadi. Bu qora ranglisi, tiniq holatdagi. Buni esa sal korpuslarda kameradan oldida shilingan joyi bor. Narxiga e'tibor beraylik. 12256 5000 amperlik 225 dollarga, ideal holatdagini esa 245 dollarga. 20 dollar ransa qiladi. Tanloviga qarab zakaz berasiz. Ularda ham ekranda hech qanaqa muammosi yo'qligini ta'kidlab o'tamiz. Biz sizga har doim borini aytamiz. Tanlovingizga qarab xudo xolasa bemalol zakaz berasiz. Samsung Note versiyani oxirgi avlod hisoblangan Note 20 Ultra'dan ham 2 dona kirib keldi. Qarang, holati tevalarida petnosi yo'q, faqat g'ilof chiqib qolgan. Bunisi esa biroz uyda, birorta nuqtasi yo'q, tiniq holatda. Narxlarni aytib o'taman, hurmatli obunachilar. 12256, 4500 amper batareyka, Snapdragon 865 protsessordan jihozlangan. Xo'p, 290 ga 270 dollar qilib berishga tayyormiz. 20 dollar ransa qiladi. Tanlovlarga qarab zakaz berasizlar. Ketidan men sizlarga 200 megapiksel kamera, Snapdragon 8 Gen 2 protsessordan jihozlangan S23 Ultra qarang, tevadagi salafanlar olinmagan. Bu oq emas, bu jemshug holati, a'lo holatda. Xo'p, bir dona 256 taligi narxi 505 dollarga. Men sizga keng kalislarda hamma ranglisdan, hatto yonidagi salafanlari ham olinmagan S23 Ultra smartfonlarimizni 12 ga 5 donaklardan 4 dona taklif qilaman. Smartfonning holati o'ta ham a'lo darajada. Sizga qaysi ranglisi yoqsa zakaz bering. Bu smartfonlarni men sizlarga 515 dollardan eng tiniqlarini xudo xolasa 12 ga 500 donaklarni SIM Plus esimlargacha o'tgan O'zbekistonda ishlamaganini taklif qilaman. Endi trading asosida olgan smartfonlarimizni topa boshlaymiz. Birinchi bo'lib men sizlarga Poco smartfonini taklif qilaman. Qo'limda 12 ga 500 donaklarga rasman 1 series garantiyaligi Poco X8 Pro Max bo'lsa, bunisi Pro. Ikkalasi ham zapechatning absolutno yangi 12 ga 500 donaklarlik xudo xolasa. Honor X7 Diop olganmiz 8256 1 series garantiyalari bilan 165 dollarga. Yangisi 240 dan qimmat turadi. Redmi 17 8256 ideal zo'r saslanadi. Juda ham ehtiyot qilib ishlatilgan ekan. Dual sim kartali korobka hujjatlari bilan 256 xotiraligini hurmatli obunachilar sizlar uchun 80 dollarga taklif qilamiz. iPhone 14 SIM Plus esimlargacha o'tgan korobka hujjatlari 256 90 batareyka ideal zo'r saslanadi 405 dollarga. iPhone 12 Pro stiklo zameni 269 dollarga 92 128 ideal zo'r saslanadi bu ham. Eski motor xohlaganlar uchun dual sim kartali 8 ga 128 445 dollarga. 4000 amper batareykasi bo'ladi. Xo'p, iPhone Air olganmiz 128 bas 256 100 batareyka 17 marta zaryad bo'lgan yangidek holatda. Narxi foydalanib qo'yinglar. Hozirgi kunda 256 talikdi. Yangisi xo'p 1050 dollar sotilyapti maslaga chegirmada. 935 dollarga yangidek ikkala sim karti bularda eSIM bo'ladi. Ikkala eSIMlari ham o'tgan. Rassom o'sha bo'lgan taklif qilaman. iPhone 12 Pro 80 batareyka 128 hech qanday almashmagan, faqat kurslarda oz-moz qirilgan joylari bor. Telegramdan yozsalar ham to'liq video qilib tashlab beramiz. Narxi arzonlashtirilgan narxda 255 dollarga 11 Pro da narxida. iPhone 14 256 82 hamda 89 yonki SIM Plus esimlargacha o'tgan O'zbekistonda ishlamagan bu smartfonlar juda ham tiniq holatda 385 ga 400 dollarni tashkil qiladi. iPhone 13 Pro 92 128 regioni Amerika region 425 dollarga ideal gold zo'r holatda xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, e'tiborlaringiz uchun rahmat. 5-10 minut ketgan vaqtlarga archimaysanglar o'tamiz. Qanaqa murojaat, qanaqa savollaring bo'lsa, pastda yoki tevagi nomerlarimizga murojaat qilinglar. O'zbekiston bo'ylab mutlaqo bepul har bitta zakaz bergan smartfonlarni bonuslarini yetkazib beramiz. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.